Nega bolaning nutqi rivojlanishida 3 yoshgacha alohida e'tibor berish shart? 2 yoshli bola 20 ta so'zdan kam so'z bilsa, kattalar gapirganda ularni gapiga javob bera olmasa, bilingki bu ogohlantiruvchi belgi hisoblanadi. Bunday holatlarda ko'pincha ZPR, ZRR, STVG yoki autizmning ilk belgilari hisoblanadi. Afsuski bizning ota-onalar o'zi dadasi kechroq gapirgan yoki ammasi kechroq gapirgan deb xatoga yo'l qo'yishadi. Gapirmayotgan bolani kuzatish emas, bolaga vaqtida yordam berish kerak. 2,5 yoshli bola gapirmasa, buni mutaxassisga olib borish shart degani. Bolani nutqi rivojlanishida kompleks yondashuv zarur. Bunda logopedik mashg'ulotlar, psixologik tahlillar va ota-onaning faol ishtiroki kerak bo'ladi. Men Safarova Muqaddam Orifjonimni 8 yillik tajribaga ega logoped psixolog sifatida har bir bolaga yakka tartibda yondashish tarafdoriman. Agar farzandingizga yordam kerak bo'lsa, biz birgamiz.